Toshkentda dahshatli fojia sabab afsuski odamlar alanga ichida qoldi. Yuragi bo'shlarga ko'rish tavsiya etilmaydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahrining Yangihayot tumanida joylashgan ishlab chiqarish korxonalaridan birida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bugun 19-aprel kuni soat 15:23 da tumanning Daryobo'yi ko'chasida joylashgan korxonada yong'in chiqayotgani to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga soat 15:35 da yetib borgan. Ko'rilgan tezkor choralar natijasida yong'in soat 16:01 da to'liq o'chirilgan. Yong'in oqibatida tan jarohati olganlar to'g'risida xabar kelib tushmadi, deyiladi vazirlik xabarida. Avvalroq Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi xonadonda yuz bergan yong'in haqida xabar qilingan edi. Ushbu hodisa oqibatida bir oilaning 4 nafar a'zosi vafot etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan, deyiladi xabarda.